uyg'onyapsiz, qahvangizni olib balkoningizga chiqyapsiz, mana bunaqa vid. Bu vidga nima yetsin azizlar? Dengizga qarab turgan vid. Mayin salqin shabada. Hozir samый idealniy payt Dubayda azizlar, to'g'risi. Birinchi bo'lib pulim tushgan payt, nayrman men dengiz oldidan uy olaman. Chunki yozda sal issiqroq bo'lishi mumkin. No, terpiyman. O'zingizni uyingiz bo'lgandan keyin tam MRdan, Beyonddan yoki tam Dubai Islandsda Mr. 8 imtiyozdan bitta uychangiz bo'lgandan keyin yoki Danubdan, Brizdan bitta olib qo'ysangiz, точно afsuslanmaysiz. Manzarani qaranglar. Mana bu yerda o'zingizni yaxtangizni priparkovать qilasiz. Dengiz oldi ko'chmas mulk haqida ko'proq ma'lumot olish uchun plyus qoldiringlar. Hozir zo'r sezon ketyapti.